Assalomu alaykum. O'zi yaqinda ko'rib turgan qadrdonlar, yaxshi insonlar. Biz hozir mana Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumar qishlog'ida turibmiz. Farg'ona kanali qirg'og'ida. Mana orqa tomondagi odamlardan ko'rayotgan bo'lsalar kerak. O'g'loydigan singlimiz qidirilyapti. Mana kecha ertaman 6:05 da uydan chiqib ketgan. Shu bo'yicha dom-darasiz yo'q. Endi men sizlarga qisqacha aytaman. Mana shu Qumar qishlog'idagi Damas haydaydigan aka-ukalardan bir iltimos qilaman. Qumariqdagilar meni ko'rayotgan bo'lsalaring, Qumariq gruppasiga, Telegram gruppasiga mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Damasga ertaman 6:05 da chiqqan Bangilar ko'chasidan, mahallasidan. O'sha magazinda oldida ekan, uyning orqa tomonida ekan. O'sha magazinga, o'sha Damas kameraga tushgan. Ertaman kelib, ertaman uydan chiqib, o'sha Damasga o'tirib, bu tomonga qarab yurgan. Yo'nalish bu tomondan kelib turib, Farg'ona kanali bo'lgan. Farg'ona kanali bo'lgan. Ko'pchiliklar bu yerda qancha odamlar cho'milib, boshqa bo'lib tushib ketgan. Yo'nalish mana shu tomonga bo'lgan. Yo'nalish shu tomonga bo'lganda ham Damas kelib turib, hammasi mana shundan qaytar ekan. Bu yog'iga zakaz bo'lsa yurar ekan, ko'p Damaschilar bozor bo'lar ekan. Shu bozordan odam olib mana shu yerdan qaytar ekan. Ag'i yurmas ekan. Aksariyat Damaslar misol uchun mana shu kelib, mana shu tarozi qilib, u yoq qarab qatnar ekan. O'shuning uchun mana shu Qumariqdagi Damas aka-ukalar, Damas haydaydigan aka-ukalarga mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Damas akalar, sizlardan bir iltimos. Agar o'sha o'g'li singlimizni kim ertaman olgan bo'lsa, xabar beringlar. Mana Damas maytog'idan o'tib ketyapti. Ko'p Damaslar mana shu yerdan qaytar ekan. Xabar beringlar, chunki ota-onasi, jigarlari, qarindosh urug' hammasi kechadan beri uyqu yo'q. Hech kim farzandi bunaqangi holatga tushmasin. Yog'i oltarqacha borishib ketdi. Buni kameralar hozir ko'tartirayotgan, ichki ishlar ham harakatini qilyapti. Mana magazinda ertamanga, kecha ertamangi holatni qaytarib, aniq 100% Damasga chiqib, mana shu tomonga qarab yurgan ekan. Endi yo'nalish kanalni bo'yi bo'lyapti. Avvalambor shu suvga o'zini tashlamagan bo'lsin. Topilsin, farzandini o'ziga taqsin. Qumar qishlog'idagi aka-ukalar, opa-singillar sizlardan iltimos, shu kelinchakni ko'rgan, bilganlar bo'lsa, xabar beringlar. Shu ekrandagi shu o'g'loy singlimiz bo'ladi. Sal oqsab yuradi. Bitta oyoqda ozgina nuqson bor, oqsab yurar ekan. Shu Bangilar mahallasidagi turmushga chiqqan ekan. Mana dadalari, shu yerda akalari, ukalari, qarindosh urug'lari, tog'alari hammasi shu yerda turibdi. Nima qilishini bilmaydi, qayerga borishini bilmaydi. Damas akalarimizni mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar.